Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 13-moddasi bilan tanishamiz. 13-modda. Diniy tashkilotlar faoliyatining qo'shimcha kafolatlari. Diniy tashkilotlar o'z faoliyatini qonunchilikka muvofiq mustaqil ravishda amalga oshiradi. Diniy tashkilotlar o'z mulkida binolarga, inshootlarga, ibodat predmetlariga, ishlab chiqarish obyektlariga, ijtimoiy obyektlarga va xayriya uchun mo'ljallangan obyektlarga, o'z faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan pul mablag'lariga va boshqa mol-mulkka ega bo'lishi mumkin. Diniy tashkilotlarning mulki qonun bilan qo'riqlanadi. Diniy tashkilotlar davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarning harakatlari yoki harakatsizligi ustidan bo'ysunuv tartibida yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga ega. Diniy tashkilotlar davlat organlarining g'ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarning diniy tashkilotlar huquqlari va erkinliklarini buzuvchi harakatlari yoki harakatsizligi ustidan sudga murojaat qilganda davlat bojini to'lashdan ozod etiladi.